Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bugun yana Rajabov. Bugun birinchi qizil kartamizni ochib ko'ramiz. Qani ketdik. Bizga hozirchalik eng keraklisi Husanov Abduqodir. Ana kartalar. Hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Keyin Nika Williams. Yana boshqa futbolchilar kerak. Gulchisa hamma. Almosi ketdik. Yaxshi chiqishlar bilan chiqyapti. Hop. Shooting 86. Az bu yerda yarim himoya chiqyapti. Shunga o'xshayapti yarim himoyachiga. Kuch 94. Bu yerda futbolchini taniman. Wood, avstraliyalik Wood. Yaxshi bo'ladi. Keyingi videolarda ham boshqa qizil kartalar ochib ko'ramiz.